Assalomu alaykum. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Vaziyatlar yaxshimi? Mendan ko'pchilik diagnostikaga bordingizmi? Haqiqatan tekinmi deb so'rabsizlar. Detskiy diagnostikaga qatnadim. Butun отпусkamda orasida borib-bormay. Bir oydan beri qatnadik. Orada perelif ham bo'ldi. Haqiqatan tekin doktorlari, medsestralari juda ham muomalali. Hamma vrachlar bor. Gen bo'yicha ham bor. Detskiy ginekologdan tortib pediatr, ortoped, xirurg, hammasi bor. Hamma doktorlar bor. Boshini doppler qilar ekan, egisi bor. Даже qo'lidan ham topshirdi analiz. So'lagidan, tomog'idan, burnidan, qaliq, machasi, kaliysi, sahri, hamma narsalari bor ekan, besplatniy. Undan tashqari yo'llarini klinikaga jo'natadi. Faqat endokrinolog jo'natadi. Qolganlari jo'natmaydi. Kim so'ragan bo'lsa maslahat beraman. Faqat tekin bo'lgani bilan vaqtida ko'p ketib qoladi. O'shani chidayman desanglar, borsanglar juda ham zo'r. Okulisti bor, nerpatologi bor, endokrinologi bor, gastroenterologi bor. Hamma narsasi zo'r. Hamma narsa doktorlar bor. Faqat vaqtinglar bo'sh bo'lsa, borsanglar yaxshi. Zo'r. Tavsiya qilaman ko'pchiligiga. Biz okulistdan mana lichina olib, vanichkalari bor ekan. 10 kun anaqalarini oldik. Rajoniy emas ekan. Bir kurs lichina olsak, xudo xolasa qizimiz yaxshi bo'lib ketadi. Hammaga rahmat. Cho'zilib ketgani sababi tekinligi emas, prosta analiz javoblari ko'pchiligi bir hafta 10 kunda chiqadigan javoblari ham bor ekan. So'liklari, burunlari, tomoni ichidagilari hammasi ko'pchilikga tavsiya qilaman. Yana bilmadim kimga qanaqa. Like, podpiska bosishni unutmanglar.